Do'stlar, agar sizda qaysidir ma'noda nadstroyka ishlab chiqarish rejasi bo'lsa, nadstroyka deganda Laboga va shunga o'xshash yuk mashinalarga kuzov ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun o'ta manfaatli bo'ladi. Nimaga desangiz, bu yerga mana bunaqa sendvich panel ishlab chiqaradigan Xitoydan zavodning xodimlari kelgan. Mana bu pol qismi ko'rishingiz mumkin. 8 sm. Buni 10 ham qilib beraman deyapti. Mana pol qismi bunaqa nerjaveka bilan, bu esa devor va patolok qismi. Har xil razmerda bor. Mana har xil stilda, har xil razmerda bor, do'stlar. Kontaktlarni qoldiraman, bemalol bog'lanasizlar. Foydali bo'lsa, faqat xursand bo'lamiz. Bu yerda yana mana otsinkovkani pol qismini dizaynlari bor, mana bidir dizaynlari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Yangicha dizaynlar. Hali O'zbekistonda bunaqasini men ko'rmaganman. Mana shunaqa ref mashinani kuzov qismini mana bunaqa pol qismligini ko'rmaganman. Bu ham yangicha dizayn. Bu ham yangicha dizayn. Juda yangicha dizaynlar kirib kelgan. Kontaktlarni qoldiraman. Menimcha videoni tagida nomerini, WeChat nomerlarini yozib qoldirsam kerak. Foydalaning, xudo xolasa manfaatli bo'ladi inshaalloh.